Xo'sh, navbatdagi qismimiz boshladik 4-videomizni. Demak, biz sizlar bilan mana shu joygacha qilib bo'ldik. Ya'ni rowni mana yopib qo'ydim, ko'rishingiz mumkin. Rowni ichiga bizga rasmlar olib turgan edi. Demak, endi rowdan chiqib biz nima qilishimiz kerak? Bu yerda qaraydigan bo'lsak, rowdan chiqib fast food yana bitta tekst ochamiz. Tekstdan so'ng esa yana bitta kolumn ochib turib yoki bitta konteyner ochib turib, mana shu jarayonni amalga oshirishga mana shu qismga qilishimiz kerak. Buning uchun, demak, kodga o'tib bo'lamiz dasturimizga. Mana birinchi element, ikkinchi element va uchinchi element. Demak, kolumnni yana plus tugmasini bitta bosib olamiz. Birinchi yozuv qo'yishimiz kerak. Xo'p, yozuvga biza fast food deb qo'shishimiz kerak. Demak, buni o'chiramiz hello worldda. Fast food. Xo'p, ana endi ushbu so'zni o'lchamni kattaroq qilamiz. Yoki desak yana 30 piksel. Hop, qanaroq qo'shimiz kerak bu? Masalan, 500. Mana xuddi mana bunga talab qo'shimiz kerak. Hop, e'tibor beradigan bo'lsak, yana bizga restoran degan yozuv bilan o'lcham bir xil ekan. Demak, restoranga 35 edi. Noto serif ekan bunaqasi font familiyasi. Buni ham xuddi shunday belgilab olib, 30 emas 35 deymiz. Demak, buni ham noto serif tanlab qo'yamiz. Va bo'ldi. Endi buni ham yana biza chap tarafga keltirib qo'yishimiz kerak. Buning uchun xuddi tepa qilganimizda padding beramiz albatta elementimizga. Demak, rightga 220 beraman. Kamera qildi. Demak, 200 qilib bersam bo'ldi. Tepadan tushirmoqchi bo'lsam, bunga ham 10 beramiz. Pastdagi elementlarni ham tushirmoqchi bo'lsam, bunga ham 10 berib qo'yamiz. Bo'ldi. Tamam. Davom etamiz. Navbatdagi qismimizda yana biz sizlar bilan yana qilishimiz kerak mana bu yozuvlar kartlarimizni. Buning uchun, demak, yana bitta kolumna plus tugmasini bosib olib qilishimiz kerak bo'lgan narsa birinchi row ochamiz. Mana row ochib oldim. Rowning ichiga biz qilishimiz kerak bo'ladi bu bitta katta konteyner. Xo'sh, konteynerni ochib olamiz. Demak, bitta konteyner ichiga kolumn. Hop, bu kolumnning ichiga birinchi rasm bo'ladi bizaga. Mana rasmchani qo'yib oldik. Xo'sh, konteynerga birinchi o'lchamni berib qo'yishimiz kerak edi o'zi aslida. Demak, konteynerimiz o'lchamni hop bu yerdan kelib turib 100 emas 200 beramiz. 200 bersak anchagina katta bo'lib ketgan bo'lishi mumkin. Va 180 beramiz kelib. 180 heytini ham kelib turib, bu yerda masalan 150 berib qo'ysak, anchagina yaxshiroq chiqar ekan. Demak, 150 emas, buni ham kelib olib 200 berib qo'ysak ham bo'ladi. Ha, bo'ldi. Davom etamiz. 180 200 piksellik o'lchamimizni berib qo'ydik. Endi rasmimizni taqishimiz kerak. Demak, rasmimizni o'lchamini anchagina kichikroq berishimiz kerak, chunki ko'rishingiz mumkin, bizani mana bu loyihamizda rasmimiz juda ham katta joy egallamagan. Demak, buni vizini 200, heightini esa 200 emas, masalan kelib olib, masalan 90 deb qo'yamiz. Bo'ldi. Chetlarini aylanib qilmoqchi bo'lsak, borderasi berishimiz kerak. Borderasini 24 berib qo'ysak, juda ham ko'p ekan. 10 deb qo'ysak, nima qancha yetar ekan? Bo'ladi. Hop, height'i birozgina kichik chiqdi. Demak, 90 emas, buni 110 berib qo'ysak ham yetadi mana. Xo'sh, endi bu yerda rasmlarni qo'shimiz kerak. Birinchisi o'sha burger rasmini qo'shimiz kerak va ho'kiz, masalan, bu yerdan kelib olib, burger image deb qo'yaman. Mana bu birgina mm, fast foodlarga aloqador rasmlar chiqarib berdi. Endi bizga yaxshirog'i masalan bo'lishi mumkin. Farqi o'zi xohlaganini qo'shsak ham bo'ladi. Masalan, mana shu. Bitta bosib turib, copy image address bu yoqqa o'tib turib, mana rasm o'rnatiga qo'yamiz. Ana endi qaraydigan bo'lsak, albatta internetda muammo chiqmasa, o'tsak rasm chiqishi kerak. Agar chiqmay qolsa, boshqa rasmni qo'yamiz. Bo'ldi. Ho'p, rasmni qo'yganimizdan so'ng, keyingisi xuddi o'sha rasm o'zi ekan, bir xil ekan. Undan keyingisi cheeseburger degan yozuv qo'yishimiz kerak. Va mana bu yozuvlardan qo'shimiz kerak. Demak, masalan, konteyner ichiga biza konteynerimiz belgilanib turibdi. Bu kolumn ichiga rasm ochilgan.
Rasmdan keyin qilishimiz kerak bo'lgan narsa bu bizga yozuv. Mana yozuvni ham qo'yib oldik. Yozuvimizni kelib turib o'zgartiramiz. Buni cheeseburger deb qo'yamiz. Cheeseburger. Mhm. Buni ham yana bizga keltirishimiz kerak o'ng chap tomonda. Buning uchun padding funksiyasidan foydalanamiz. Demak, rightga man 50 beraman. Kamlik qildi. Demak, 70 beramiz. Zo'r. Tepadan pastga tushirmoqchi bo'lsam 20 beraman. Yaxshi. Hop, endi o'lchamini birozgina kattaroq qilishimiz kerak. Buni man 16 qilaman. Oy, juda ham katta bo'lib ketdi. Mayli. Mana bu yoqdagi bizaniki paddingimizni kamroq beramiz. 60 bo'ldi. Endi o'lchamini birozgina qalinroq qilishimiz kerak. Bu uchun 400 beramiz. Hop, o'zgarish sezilmasa yana kattaroq qilamiz. Demak, 400 emas, 500. Bo'ldi. Hop, davom etamiz. Cheeseburger taxlab oldik. O'lchami anchagina kichikroq ekan o'zi aslida. Demak, buni 18 qo'ysak-chi. 18 qo'ysak normalni. Va buni ham kelib turib, bu yerda yana 60 emas, 50 qo'yamiz. 40 bo'ldi. Hop, cheeseburger degan yozuvni pastidan esa biza yana recipes degan yozuv qo'yishimiz kerak. Hop, buning uchun yana bitta tekst ochib olamiz kolumn ichiga. Bunga ham xuddi shuni padding berib turib va buni all recipes deb qo'yamiz. Mhm. Padding beramiz bunga ham. Tepadan pastga tushirmoqchi bo'lsak, lekin kerak emas. Lekin shunchaki kelib o'tib chapda o'ngga 50 berib qo'ysak, bularda 70 emas, 80 berib qo'ysamchi. 100 bo'ldi. Ho'p, navbatdagi qismimizda esa 4.5 qanday reytingni ham qo'yib olishimiz kerak. Demak, buning uchun kolumnni plyusini bostirib birinchi row ochib olamiz. Rowni ichiga birinchi yozuv qo'yishimiz kerak. Demak, tekstni qo'yamiz. Tekstga biz 4.5 degan yozuv qo'yishimiz kerak. Demak, 4.5 hamda bundan so'ng esa rowni plyusini bosib turib, hurmatli darsuvchilar, pastroqqa tushadigan bo'lsa, bizga reyting bu mana. Reyting bor, shuni bitta olib qo'yamiz. Bu rangini ham o'zgartirishimiz mumkin reyting balimizni. Demak, rangi masalan keyin o'sha loyihamizga mos bo'lganligi uchun mana bunaqa sariq rangdan foydalanib qo'yamiz. Demak, mana manimcha o'ta go'zal. Faqat bu hammasi belgilangan bo'lishi kerak edi. Hop, belgilangan hammasini belgilash qo'yish uchun mana bu yoqqa 3 emas, shuni 5 deb qo'ysak, mana hammasi belgilandi. O'lchamini o'zgartirmoqchi bo'lsangiz 24 emas, 20 berib qo'ysak, mana 20 ga o'tib qoldi. Ko'rishingiz mumkin. Shu bilan deyarli bir xil bo'ldi. 20 emas, buni 16 ham qo'yishingiz mumkin ekan. Mana ajoyib. Bunga ham xuddi shunday padding berib qo'yamiz. Demak, 5 bu yoq tarafga surib qo'yishimiz kerak. Hop, yana rowni o'zini pasoqqa tushirmoqchi bo'lsam, rowni belgilab olamiz-u, bunga padding beramiz. Ya'niki tepadan o'nta tush. Ajoyib. Hamda keyin nima qilishimiz kerak? Qavuschiga bir gap plyus yozuv qo'yishimiz kerak. Bu uchun xuddi shuni rowni ichidagi plyus tugmasini bosib olamiz. Bunga ham tekst qo'ya olamiz bu yerda. Hello world emas, qavus ichiga bir k plyus yozib qo'yamiz. Tamam. Ajoyib. Demak, bunga ham bitta padding berib qo'yishimiz kerak. Yopishtirib reytingni 5 berib qo'ysak, zo'r. Mana hurmatli darsuvchilar, ya'niki biza tahlab oldik. Ushbu kartchamiz ajoyib kartchamiz bo'lib qoldi. Demak, endi shu rasm ustiga bitta bosgan paytimizga boshqa joyga ketishini tahlashimiz kerak. Buning uchun mana kolumnimiz bosilib turibdi. Shu kolumndan biza ikkita nusxalaymiz, chunki row ichiga turibmiz. Mana kolumni yo'q qo'ysam, kolumn yopildi. Demak, bitta bosamiz-u, xo'sh, duplikat qilamiz. Mana duplikat bo'ldi, ko'rishingiz mumkin. Ikkita konteynerimiz. Xo'sh, endi rowga o'tib olib, xuddi tepaga qilgan ishimizni yana qayta takrorlashimiz kerak. Mana ikkinchisini bosib qo'yadigan bo'lsam, mana kartlarimiz juda ham chiroyli ko'rinishga keltirib olindi. Faqat e'tibor beramiz minimalizmga. Lekin mana inputimiz, yozuvimiz, rasmimiz, mana bu yozuvimiz hammasi bitta qatorda bo'lishi kerak. Lekin bizani qilgan mana bu kartchamiz arasi birozgina qanday turibdi, noqulay turibdi. Shuni ham mana 4-chisini bosib olib va padding beramiz. Demak, ikki chetdan o'ng berib qo'ysam ko'rishingiz mumkin. Bitta nima turibdi, liniyaga turib bo'ldi. Xo'sh, o'ynamaymiz. 15 dan beri ham qo'yishingiz mumkin. O'zingizga bog'liq.
Demak, 4. Endi shuni nima qilishimizga ko'paytirishimiz kerak. Demak, rowni olamiz rowni ham nima qilamiz? Duplikat qilamiz. Buni ham xuddi shunday olasizlar-yu, rowni. Xo'sh, yapamiz buni ham. Buni ham yapamiz. Bu rowni ham xuddi shunday olamiz. Buni ham nima qilamiz? Duplikat qilamiz. Qarabsizki, sizga ajoyib ko'rinish tayyor bo'ladi. Ko'paytirib ketaverasizlar mana shunaqa qilib. Buni hech qanaqa muammosi yo'q buni. Demak, buni ham duplikat qilamiz. Xo'sh, o'ta go'zal bizga ko'rinishimiz hozir hosil bo'ladi oxirida. Demak, har bitta rasmga sizlar boshqa, har bitta kartga boshqa rasm qo'shishingiz mumkin. Masalan, burger degan payt bizda faqat bizga burgerlar chiqdi. Masalan, bu rasmni qo'shishimiz mumkin keyingi rasmimizga, burgerimizga. Demak, copy image address ustiga bosib turib rasmni ikkinchi rasmimizni nima qo'yamiz? O'zida qo'yamiz. Demak, buni cheeseburgers emas, buni cheeseburgers 1 deb 2 deb qo'yamiz masalan. 2. Va hokazo, hokazo. Xo'sh, hurmatli dasturchilar, endi dasturni ishlatib ko'rishimiz kerak. Demak, page setter degan funksiyaga o'tib bo'lib, bayda qilingan qismimiz boshlaymiz ana sizlar bilan. Demak, home page'ga tanlayman. Get started bosgan paytda menga o'tish xohlamoqchi bo'lsam, get started ustiga bitta bosamiz. Mana bu yerdan bizga actions degan menyusi bor. Shuni ustiga bir marta bosilgan bo'lsak, so'ngra biz add action bosamiz. Bosganimizdan so'ng navigation, qo'yib navigation to va ana biz hozir home page'ga turibmiz. Shu tugmani bosgan payt qaysiga o'tish kerak? Mainga main tanlab qo'yasizlar. Bo'ldi. Mana endi mainga o'tib bo'lib, mana bu gamburgerni ustiga bitta bosgan paytga shu haqida ma'lumot beruvchi o'sha main ochilmoqchi xohlamoqchi bo'lsak, xuddi shuni yana o'tib olamiz. Page selectorga plyusni bosib olamiz. Mana bu yerdan hurmatli dasturchilar, kart deb bo'lsak, bir gala o'sha mahsulotlar haqida ma'lumot beruvchi kartalar chiqadi. Mana masalan, mana bunisi zo'r, juda ham chiroyli. Xo'p, mana yoki bunisi va hokazo, hokazo, hokazo hammasi bir-biridan zo'r, o'ta go'zal. Masalan, bizga keraklisi bu qaysi? Masalan, teparoqdagisi anchagina qulayroq edi. Masalan, mana shu. Shuni bir marta ishlatib ko'ramiz. Demak, olamiz MyZen. Endi buni kart 1 deb qo'yamiz. Qanday create page deb bosamiz. Bosganimizdan so'ng mana bizga kart 1 degan pejimiz ochildi. Demak, maindagi mana bu mahsulot ustiga bir marta bosgan paytimga bizga shu kart 1 ochilishi kerak. Qanday bu oyoq kiyimni o'rniga o'sha rasm chiqishi kerak. Buning uchun xo'sh, demak, bu yerdan rasmni tanlab olaman. Bu rasmni o'chiraman. Rasm o'chiramiz. Uni o'rniga o'sha gamburgerni qo'yishimiz kerak. Endi u gamburgerni bizga mana bu yerda adashmayotgan bo'lsa. Yoki boshqa rasm tanladik. Mana shu. Demak, bitta bosib turamiz. Copy image address. Bu yerdan o'tib turib, bu rasm o'chiramiz va bu yerga qo'yamiz. Endi buni nomini o'zgartirib turib, cheeseburger deb qo'yishimiz kerak. Demak, cheeseburgers. Narxi ham $156 emas. Afsuski, masalan, bu narxini masalan 40 ming so'm bizga necha dollar bo'ladi bizga? Keyin $0,4. Bu yoqqa shu cheeseburger haqida ma'lumotlar. O'lcham kerak emas, chunki cheeseburger o'lchamlari bo'lmaydi. Buni ham yo'qotamiz. Buni ham yo'qotamiz. Add to cart degan tugmani bosgan paytimizda esa hurmatli dasturchilar, demak bizga aytish kerak mahsulotingiz muvaffaqiyatli xarid qilindi. Demak, add to cart ustiga bir marta bosganimizdan so'ng xuddi shunday yana o'sha actions degan bo'limga o'tib olamiz. Xo'p, edit tugmasini bosib olib, mana bu yerdan o'chiramiz. Bu o'sha bizdan oldin qilib ketgan programmistni ishlari. Buni albatta yo'qotishimiz kerak. O'chirish tugmasini bosib o'chirildi. Actions. Harakat o'chirildi. Yana qaytib add actions bosaman. Demak, navigation kerak emas bizga edi. Bizga shunchaki mahsulotingiz muvaffaqiyatli xarid qilindi degan so'zni chiqarib qo'ysak bo'ldi. Ya bu uchun mana bu yoqqa alert notification degan bo'lim bor. Shuni tanlaysiz. Alert dialog. Information dialogni bitta bosib turasiz. Mana bu yoqqa ketdik. Demak, title'ga mahsulot haqida deb qo'yamiz.
nomer bir masalan. Va bu yerda yozamiz. Xaridingiz yoki buyurtmangiz e, tayyorlanish jarayonida. Jarayonda. Yo'q, masalan, sizni buyurtmangiz masalan qanaqadir, masalan, hurmatli dasturchilar, nechinchi raqam? 96 raqam. Mana bu yoqqa dismiss textiga OK emas, e, saqlash deb qo'yamiz. Hop, endi ishlatib ko'rishimiz kerak. Demak, mana bu tugmani bosgan paytiga esa biza nima qilish kerak? Bu yana orqaga qaytish kerak. Hop, bu bo'limni qilish uchun ham o'sha icon ustiga bir marta bosamiz. Bosganimizdan so'ng yana xuddi shunday action, ana bu yoqqa navigation backni bitta bosib turib, navigation to. Hop, kartka turibdi. Mana bu tugmani bosgan paytda qaysiga o'tish kerak? Mainga o'tish kerak. Bo'ldi. Demak, maindagi hurmatli asovchilar, ya'niki mana bu mahsulot ustiga bitta bosgan paytiga yoki mana shu to'la mahsulot ustiga yoki rasm ustiga bitta bosgan paytiga kartka o'tish kerak. Bu uchun yana xuddi shuni action, add action, navigation to va kart 1. Ana endi ishlatib ko'ramiz dasturimizni. Demak, preview app. Bu yerda qaraydigan bo'lsak, mana bizga dasturimiz ochib berdi. Ekranimizni birozdan kichikroq qo'yamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Telefonimiz umumiy ko'rinishi mana shunaqa ko'rinishda ochiladi telefonimiz. Application qilgan paytimizda Get Start degan tugmani bitta bosganimizdan so'ng navbatdagi mana ko'rishingiz mumkin bizga menyumiz hosil bo'ldi. Bu yerda rasmlar va ho'kizlar kelyapti. Mana ko'rishingiz mumkin. Demak, bu yerdan biza qidiruv bo'limidan qanaqadir ma'lumotlar qidirishimiz mumkin. Xo'p, masalan, o'sha mahsulot ustiga bitta bosgan paytimizga boshqa bitta pejga esa o'sha mahsulot haqida batafsil ma'lumotlar ko'rishimiz mumkin. Add to cartni ustiga bir marta bossak, mana mahsulot haqida deydi, nomer 1. Buyurtmangiz tayyorlanish jarayonida degan yozuv chiqadi. Saqlashi bitta bosgan paytda saqlanadi. Yoki orqaga degan tugmani bosgan paytda orqaga, oldinga degan oldinga va hokazo hamma funksiyalar ishlaydi. Sizlar uni keyingi darslarimizda ko'ramiz, hurmatli dasturchilar. Lekin mana bu tugmani bosgan paytda saqlanishi yoki necha donaligini aytishi, masalan, plyusdan bosgan paytimizga 2 dona, 3 dona buyurtma qilishimiz va hokazosalari. Hattoki add to cart bosgan paytiga o'sha mahsulotimizni ma'lumotlar bazasida saqlashni ham ko'rib o'tamiz. Demak, sizlar bilan bugungi darsim shundan iborat edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'lasizlar.